Assalomu alaykum aziz zirachilar. Bugun biz Bilon asrachilik kuzatuvchilar. Bugun biz raps haqida gaplashamiz. Raps o'simligi bu 1 yillik o'simlik. Qarindoshlar oilasiga mansub. Bo'yi 100-150 sm gacha bo'ladi. Hozir o'zim mana bo'yim qator bo'lib turibdi, mana ko'ryapsizlar. Mana. Ko'ryapsizlar? Demak, raps sari gulli, demak mana gullarni ko'rib turibsiz, sari gulli edi, 1 yillik o'simlik. Bu yem-hashakda va texnik, ya'ni iste'mol uchun moy ishlab chiqarish uchun va yem-hashak uchun asosan ishlatiladi. Mana bu gullagan urug'lardan mana sari gullardan urug'lar paydo bo'lib, bu urug'lari yem-hashakda ham chorvachilikda juda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni uni 100 kg urug'i preslangandan keyin, yog'i chiqarilgandan keyin 56 kg oqsilga boy, tarkibida 35-40% gacha oqsil bo'lgan kunjara beradi. Undan tashqari, demak, hasharotlar uchun ham juda foydali. Mana ko'rib turibsiz, mayda hasharotlarni asalarilar ham bu yerga uchadi. 1 gektar rapsdan asalari oilasi, bitta kuchli asalari oilasi 25-50 kg-gacha. Lekin ba'zi manbalarda esa rapsdan 1 gektarga 100 kg-gacha asal olish mumkinligi haqida aytib o'tiladi. Demak, raps mana shu jihatlari bilan juda ham foydali, ham texnik jihatdan foydali, ham yem-hashakda foydali, ham umuman tuproq uchun ham foydali. Asalarilar uchun ham foydali bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Bundan tashqari raps bir gullaganda 1 oy, 1,5 oygacha gullab turadi. Mana shu holatda. Eng qiziq tarafi pastdan tepaga qarab gullab boradi. Pastda gullab bo'lganlari o'zi mana bunday meva hosil qilishni boshlaydi. Buni ichida urug' bo'ladi, qora mayda. Pastdan tepaga qarab gullaydi, uzoq vaqt gullaydi. 1 oy, 1,5 oygacha gullaydi. Azizlar, demak, rapsni yaxshi ko'rganlar bitta like bosib qo'yamiz.